ko'rib turgan gilos navlaring Real Tiago hisoblanadi. Bitta kamerani yaqinroq olib keling. Bunday hosilni bir boshli ko'rib chiqamiz. Buni qarang. Bargda tagi to'la meva. Pishishiga bir 10 kuni bor. Valavoy bilan deyarli bir xil chiqadi mana. Holatni qaranglar. Bargning ichiga yashiradi bu mevasini. Mana bu tomonni ham olib keling. Mana bunday hosil. Mana ketdi. Valavoylarimiz deyarli meva qilmay qolgan bir paytda bu giloslar trendga chiqyapti. Sababi valavoy bilan bir xil pishadi, narxlari ham bir xil valavoy giloslar. Mana bu tomonda ham ichi to'la meva, barg tagiga yashiradi. Shuning uchun mevasi yo'qqa o'xshab ko'rinishi mumkin. Mana bu tomonlarni ham olib kelib ko'rsating. Ko'rsatishimizdan maqsad akalar ko'chatini ko'paytirib qo'yganmiz. Mana o'zimiz qilib bergan bor. Olib keling. Katta mashetni bir oshli olib beramiz. Mana gilos. Ichi to'la meva bo'ladi. Katta buni ham. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Kuz oyida ko'chatlari bor, sotuvda Real Tiago navi bo'ladi. Nomlari eslaringizdan chiqmasin. Bu tomoniga ham olib keling. Mana bir dona kichkina shoxni ichida to'la meva. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.